Yiroq turishga tegishlik insonlar. Gerçi dunyodagi insonlarning rangi ruhi, aql farosati, mijoz xulqi, dunyo qarashi, madaniyat saposi, ko'z qarash va ideologiyasi farqli bo'lsa-mu, ammo ularni cho'ng jihatdan 3 cho'ng turga ayirish mumkin. Birinchi turdagi insonlar o'zini markaz qiladigan shaxsiyatchi insonlar bo'lib, ular o'zining maqsadiga yetish uchun vosita tanlamaydi. Her xil tatlı söz ve hiyli nayranglarni ishlatib, başqalarını o'ziga jalb qilib, başqalarını öz maqsadiga yetish uchun xizmat qildiradi va qo'llanadi. İkinci turdagi insonlar garchi başqalarga tonilish va nom chiqarish istagi bo'lsa-mu, ammo jamiyatda başqalarning nazaridan saqit qilingan, o'ziga ishonchisi yo'q, qo'ldan cho'ng ish kelmaydigan insonlar bo'lib, ularmi başqalarga tonilish, nom chiqarish uchun vosita tanlamaydi. Hatta başqalar tarafidan qo'llanilishga rozi. Başqalarning chapini terlashni yaxshi ko'rdi. O'zidan ojizlarni bo'zaq qildi. O'zidan kuchliklarga xushomad qildi. Undaq insonlarning ko'pinchisi g'urursiz va vijdonsiz bo'ladi. Uchinchi turdagi insonlar yuqorqi ikki turga tava bo'lmagan insonlar bo'lib, ular normalda ko'p sonni egallaydi. Ko'nilar hayvonning alisi teshida, odamning alisi ichida degan ekan. Haqiqatanmi bir odamni to'liq tushunish uncha oson emas. Shunga hayotda kimlar bilan yaqin munosabat qurish, kimlar bilan musofa saqlashni bilish hammamiz uchun muhimdir. Chunki biz boshqalarning mijoz xulqi va yashash usulini o'zgartira olmaymiz. Ammo biz nachar insonlar bilan bo'lgan musofani saqlash orqali ko'plagan ko'ngilsizliklardan xoli bo'la olamiz. O'g'inish va xizmat unumimizni yuqori ko'tara olamiz. Birinchi, hayotida hech qanday natija qozonib baxmagan yoki biror ishni vujudga chiqarib baxmagan, ammo doim boshqalarni ayiblaydigan, mag'lubiyatning sababi va savallikni doim boshqalardan izlaydigan odamlardan yiroq turing. Ikkinchi, jahil, nodon, xumor bor kishilardan yiroq turing. Chunki undaq kishilar atrofidagilarni zaharlab qo'yishi mumkin. Uchinchi, g'urursiz va vijdonsiz insonlardan yiroq turing. Chunki undaq insonlarda axloqiy o'lcham tuvan yoki kam bo'lib, manfaatiga to'g'ri kelganda har qanday odamni setib etishi mumkin. 4. Mas'uliyat tuyg'usi kam va va'dasida turmaydigan insonlardan yiroq turing. Chunki undaq insonlar halqiliq paytda sizni o'sal holga tushirib qo'yishi mumkin. 5. Pul va mansabga ziyoda cho'qinadigan insonlardan yiroq turing. Chunki undaq insonlarning hayotida eng muhim bo'lgani pul va mansab bo'lib, pul va mansab uchun vosita tanlamasligi, boshqalarga muomala qilganda ularning puli va amaliga qarab muomala qilishi mumkin. 6. Doim xafa bo'lib, ranjib yuradigan va yo'q yerdan ish topadigan jidalxo'r insonlardan yiroq turing. Chunki undaq kishilar hech bir zamon xushal bo'lmaydi, ham boshqalarning xushal bo'lishini qabul qila olmaydi. 7. Hissiyoti va ochchig'ini kontrol qila olmaydigan odamlardan yiroq turing. Undaq kishilar doim hissiyotiga tayanib ish qiladi, kayfiyati turaqsiz bo'ladi, oson ochchiqlanadi va ochchig'ini boshqalardan chiqaradi. 8. Davomli bechara yoki ziyonkashlikka uchirg'ich qiyofatga kirib olib, boshqalardan yordam so'raydigan odamlardan yiroq turing. Chunki undaq kishilar boshqalarning oq ko'ngilligi va samimiyatini suiiste'mol qiladi. 9. Qizg'anchiq va hasadxo'r kishilardan yiroq turing. Chunki undaq kishilar minnatdorlikni bilmaydi. Har zamon muvaffaqiyat qozongan yoki o'zidan eshib ketganlardan qizg'anadi, hasad qiladi. O'zidan eshib ketganlarni vayron qilish uchun vosita tanlamaydi. 10. Doim boshqalarni qo'llanadigan yoki doim boshqalarni monopol qilishning ko'yda bo'ladigan insonlardan yiroq turing. 11. Sizni ziyoda yoki o'rinsiz maqtaydigan kishilardan yiroq turing. Chunki undaq kishilar shikar yalatilgan zambarak bo'lib, ularning birdan-bir maqsadi sizdan qanday foydalanish. Agar foydangiz tegmasa, biroqla sizdan yuz o'rishi mumkin. 12. O'zining qandaqligi bilan kori yo'q, doim boshqalarga baho beradigan insonlardan yiroq turing. 13. G'ayvatxo'r yoki boshqalarning keynidan g'ayvat qiladigan kishilardan yiroq turing. Chunki undaq kishilardan hech kimga yaxshilik kelmaydi. 14. Dushman yoki sizga dushmanlik qilgan odamlardan yiroq turing. Chunki ular har zamon sizga ziyonkashlik qilishi mumkin. 15. O'ziga mastona yoki o'ziga oshiq odamlardan yiroq turing. Bu xil kishilar
eng xatarlik bo'lib, ular har zaman o'zini va o'z manfaatini markaz qiladi. Doim boshqalarni qo'llanadi. O'z maqsadiga yetish uchun vosita tanlamaydi.